Bugun Instagramda ko'rib, mazza qilib, ta'sirlanib ko'rgan videom sizlarga ulashmoqchiman. Ko'ringizlar, sizlar mazza qilasizlar. Juda ham ko'p odamga o'rnak bo'lgan hayotiy voqea haqida ekan. Ayniqsa bu videoni qiz o'stiradigan otalar mazza qilib ko'radi. Ko'ringizlar, yoqsa kommentariyada mana shu insonni bitta zo'r qilib duo qilaylik. Xudo biriga ming bersin, baraka topsin. Uzatganlar. Sizlar ham shunaqa qilganmisizlar? O'rtog'im qizini uzatdi. Aytadiki, 3 kundan keyin shunaqa yomon sog'indim. Kechasi uxlamay chiqdim. Mashtim achishdi. Ertalab bomdoddan keyin xotinga aytdim, tur. Qizingni ko'rib kelamiz dedi. Voy, adasi jinnimisiz? Qanaqa borib ko'ramiz? Ko'cha sipirgani chiqadi, uzoqdan bir ko'rib kelamiz. O'zini jonli ko'rgim kelyapti dedi. Xullas, eri xotin chiqib borishibdi. 3-4 uy narida turib, mashinada o'tirib tomosha qilishdi. Aksiga olib qizi ko'cha sipirgani chiqmabdi-da. Qaynota qaynanasi ko'cha sovuq, ko'chani sipirmaysan debdi. Baraka topib ko'rlar.